falsafa nima qila oladi? Nimadir qila oladimi? Men bitta mamlakatdan boshqasiga ko'chib ketaman, majburanmi, o'z ixtiyorim bilanmi? Mening qadriyatlarimga men moslashishim kerakmi? Yoki ular mening qadriyatlarimga moslashishi kerakmi? Madaniyatlar aro muloqot yetishmasligi kuzatilmayaptimi? Aynan shu nuqtai nazardan urushlar sodir bo'lmayaptimi? Nima o'ylaysiz? Mana biz O'zbekiston Eron bilan ham ishlaydi, Isroil bilan ham ishlaydi. Otamning madaniyatlar aro tafakkur vakili sifatida hatto Hitlerga ham xatlar yozganida do'stim deb yozgan. Qizi orqali ular Renesansga yashyapti. Vostok это детство истории. Ikkita jahon urushida o'tganlik bo'lmasinmi endi? Assalomu alaykum barcha podkastni, Sharq sayyori va Plov Talksni qadrli muxlislari, doimiy kuzatuvchilari va obunachilarimiz. Barcha podkastning navbatdagi soni bilan sizning huzuringizdamiz. Bugun bir ajoyib mavzuda gaplashmoqchimiz. Ya'niki hozirgi kunda mana dunyo bo'ylab juda katta global ziddiyatlar davom etmoqda. Bu ziddiyatlarning ko'ringan hodisa tomoni urushlar, janglar, otishmalar, iqtisodiy sanksiyalar, siyosiy blokadalar va hokazolar ko'rinishda bo'lyapti. Masalan, deylik, Eron va Isroil Amerika ziddiyati, Rossiya Ukraina ziddiyati va boshqa juda ko'plab ziddiyatlarni olish mumkin. Bu falsafiy til bilan aytganda bu mintaqaviy muammo ko'ringani bilan butun dunyo global tizimiga tahdid solyapti. Uning zararlarini butun dunyo chekyapti. Mana shunday paytda butun dunyo aholisi, xususan ziyolilar, intelligensiya o'zining mana shu voqealarga ayni jarayonda kechayotgan ziddiyatlarga o'zining munosabatini bildirib kelmoqda. Jumladan siyosatchilar, adabiyotshunoslar, hattoki badiiy asarlar misolida tarixchilar, hattoki texnik va tabiiy fan vakillari ham bunday jarayonlarda, ayniqsa urushlarni, turli xil aspektlarni o'zlarini pozitsiyalaridan turib tushuntirib berishga, ularga o'ziga yarasha yechimlar berishga urinib kelmoqda. Va bizning obunachilarimizdan ham juda ko'p savollar bo'ldi. Xurshid aka, siz faylasufsiz. Siz mana juda ko'p mavzularda bizga munosabatingizni bildirasiz, yozasiz, videolar qilasiz. Nega mana shu urushlar masalasini va ularga qanday yechimlar bo'lishi mumkinligini gaplashmaysiz degan savol qo'yishadi. Va falsafada bir oqim bor, madaniyatlar aro muloqot falsafasi degan oqim. Bu oqim aynan ana shu antagonistik, keskin ziddiyatlarni bartaraf qilishning bir amaliy mexanizmi hisoblanadi. To'g'ri, biz yadro qurolini takomillashtirish haqida yoki deylik qanday qilib biror bir mamlakatni iqtisodiy tazyiqlar ostida bo'ysunishga, kelishishga majbur qilish haqida gapirmaymiz. Biz aynan hech kimga zarar yetkazmasdan, hammaning manfaatlarini teng, inklyuziv tarzda hisobga olgan holda, hamma bilan teng huquqli, hammaga manfaatli, hammaga ma'qul munosabatlarni o'rnatish yo'llari haqida gaplashmoqchimiz bugun. Va bugungi mehmonimiz Tashkent International University of Education xalqaro universiteti boshqaruv ta'limi va pedagogika kafedrasi mudiri, falsafa fanlari doktori, dotsent Bekbayev Rauf Rustamovich. Raufbek, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Raufbek bizni o'zimizni Milliy universitet bitiruvchisi, o'zimiz ukamiz, birga ishlaganmiz, qo'pol qilib aytganda safdoshimiz, bir davr bolasimiz, bir davr odamimiz. Juda ko'p uzoq vaqtlardan beri bu podkastni reja qildik. Raufbekni o'sha doktorlik dissertatsiyalari bilan bog'liq mavzu bu. PhD dissertatsiyalar umuman olib qaraganda Raufbek uzoq yillardan beri mana shu mavzu bilan shug'ullanib, tadqiqotlar olib borib keladilar. Va ko'pincha bizni o'zbek ilm faniga nisbatan ham qo'yiladi. Bizni ilm fanda shuncha PhD, Doctor of Science ishlari qilinyapti. Nimalar qilyapsizlar o'zi degan savol qo'yiladi. Xo'p, ko'pincha biz hech narsa qilmayotgandek tuyulamiz. Buni yagona sababi biz o'zimizni ilmiy ishlarimizni ommalashtirmaymiz, ya'ni popularizatsiya qilamiz. Mana shu nuqtai nazardan ham siz xabaringiz bor, biz bir nechta tadqiqotchilarimizni boricha podkast taklif qilganmiz. Sardor meni taklif qilganmiz migratsiya masalasida, Abror reyestratsiya sun'iy intellekt masalasida va mana nihoyat bugungi nasib qilgan ekan Raufbek bilan ham gaplash. Biroz gapimiz cho'zildi. Raufbek, keling, bevosita mavzudan boshlaymiz. Bugungi kunda falsafa mana shu ziddiyatlarga yechim bera oladimi? Aynan madaniyatlar aro muloqot falsafasiga, madaniyatlar aro muloqotga qanday zarurat bor bu? Shundan boshlaylik. Falsafa fanini eng murakkab tomoni shuki, u juda abstrakt.
mafhum xarakterga ega. O'shaning uchun ham tushunarsiz bo'lib qoladi-da. Falsafa o'zi javob bera oladimi, qanday taklif bera oladimi, amaliy yechim ishlab chiqa oladimi degan savol hammani qiynayapti. Bizning respublikamizda ham shu masala ko'ndalang turibdi, jahon miqyosida ham ko'ndalang turibdi. Juda dolzarb, endi unga bevosita biz javob berishimiz kerak. Global ziddiyatlar ko'p, global muammolar ko'p. Falsafa nima qila oladi? Nimadir qila oladimi bu? Sotsiologiyani olamiz, jamiyat. Sotsiologiya, ya'ni jamiyat haqidagi fan. Siyosatshunoslik, politologiya, siyosat haqida. Falsafa nima haqida ekan? Muammo shuki, falsafa hamma narsa haqida. Va hech narsa haqida. Bir vaqtimizda hech narsa haqida. Lekin yechim taklif qila olamiz. Professorimiz Bahodir Ergashev bitta muhim narsaga e'tibor qaratib o'tgan. Fitratsshunos, Prezident akademiyasida ishlaydi-da, Fuqarolar jamiyati jurnal bosh muharriri, doktor professor. Ular bitta narsaga e'tibor qaratyaptilar-ki, har doim qancha muloqot qilgan bo'lsam, siyosatshunoslikka falsafa yetmaydi. Sotsiologiyada ham himoyaladi, shuni kuzataman. Ularga falsafiy baza yetmaydi. Lekin faylasuflikka kelganda ko'p narsani ular qamrab oladi, o'zining tadqiqotlarida, o'zining qarashlarida. Falsafa nima yechim bera oladi? Ayniqsa madaniyatlar aro muloqot nuqtai nazaridan. Birinchi navbatda madaniyatlar aro muloqot ketyaptimi, uni prinsiplari bo'lishi kerak, tamoyillari bo'lishi kerak. Ya'ni falsafa tushuncha, prinsip, metodologiyani ishlab berishi mumkin. Baribir ijtimoiy tadqiqotlar olib boriladi-yu, bugungi kunda sotsiologiya juda o'tozar fanda. Buni metodologik asoslari falsafa tomonidan taklif qilinadi. Baribir xolimizmi yo'q? O'zi sotsiologiya bizni sohamiz o'laroq ham vujudga kelgan-ku, pozitivizmda, xizmatlarda. O'zi barcha ijtimoiy gumanitar fanlar bizdan falsafadan. Ota hovlisi biza. Lekin ulardan ayrildik, ular bizdan ayrildi. Endi biz naryoqda turibmiz. Ular naryoqda turibdi. To'qnashuvlar ham bor. Qanaqa javob bera olamiz? Muammo shuki, bizda nazariy ishlanmalar ko'p, amaliy instrumentariy yo'q deb tuyuladi. Ammo bugungi kunda, masalan, faylasuflar hammaga bitta talab qo'yilyaptiki, ijtimoiy tadqiqot olib boringlar. Empirik tadqiqot olib boringlar. Ya'ni nazariyani empirik yo'l bilan tasdiqlaylar, deyapti-da. Tekshiraydi. Ko'plab shu dissertatsiyada tasdiqlash uchun tekshirishimiz kerak. Balki man qo'ygan gipoteza noto'g'ri. Faylasuf sifatida men o'zimning nuqtai nazarimdan qarab bitta gipoteza qo'yaman, lekin amaliyotda uni tekshirganda boshqacha bo'lib qolishi mumkin. Masalan, ta'lim sohasida bugun xalqaro standartlarga mos bo'lishimiz kerak, integratsiya bo'lish kerak degan masala qo'yilyapti. Ichida madaniy masala bor. Qanaqa? Finlyandiyada vujudga kelgan ta'lim tizimi qadriyatlarini bizani ta'lim tizimimizga qo'pol qilib ketganda kopi pas qilib qo'yib bo'lmaydi. Falsafiy nuqtai nazardan bu yerda qadriyatlar, mentalitet, ya'ni madaniyatlar aro muammo yuzaga keladi. Demak, Finlyandiya ta'lim tizimi yutuqlarini biz adaptatsiya qilishimiz kerak yoki migratsiya masalasi. Tadqiqotchi shu Sardorbek migratsiya masalasi bo'yicha himoya qilgan edi-yu, u bu ham falsafiy mushohadani talab qiladigan masala. Migratsiya ketyaptimi, bu ham madaniyatlar aro jarayon. Men bitta mamlakatdan boshqasiga ko'chib ketyapman, majburanmi, o'z ixtiyorim bilanmi? Ularning qadriyatlariga men moslashishim kerakmi? Yoki ular mening qadriyatlarimga moslashishi kerakmi? Mana jiddiy muammo-da. Yevropa uchun bugungi kunda Yevropaga migratsiya oqimi juda katta. Ular ham majbur migrantlarni qabul qilishga demografik muammo yuzaga keldi. Endi qadriyatlar to'xtashuvi ketyapti. Ba'zi bir faylasuflar aytadiki, ular chetdan kelyaptimi bizga, Yevropaga bizga moslashishsin. Boshqada aytyapti, yo'q, unaqa moslashuv bo'lmasa, teng darajada, teng huquqli yondashuv bo'lsin. Ular ham o'zining qadriyatini saqlasin, biz ham saqlaylik, to'qnashuv bo'lmasin. Masalan, Rauf bitta jihatda mana mavzuga kirdik. Oddiy o'sha Eron bilan Isroil masalasini olaylik-da. Mayli, biz uni kim aybdor, kim to'g'ri, kim haq, kim nohaq emas. Shunchaki madaniy muloqotni zaruratini ko'rsatish uchun. Shu ikkalasini urushida ham aslida
madaniyatlar aro muloqot yetishmasligi kuzatilmayaptimi? Aynan shu nuqtai nazardan urushlar sodir bo'lmayaptimi? Nima deysiz? Endi haqiqatdan ham bu yerda muloqot yetmasligi muammosi yuzasidan kelyapti-da hamma narsa. Tarixiy genezis ham bor bu yerda. Tarixan ular orasida konfliktlar bo'lgan. Lekin buni yechimini aynan muloqot, tinchlik yo'li bilan topish kerak edi. Ammo mana shunaqa to'qnashuv konflikt yuzaga keldi. Bundoq qarasak, ularda o'xshash tomonlar ham bor, farqlar ham bormi? Demak, o'xshash tomon bormi? O'sha dialog uchun qanaqadir sharoit borda, bor. Lekin foydalanishmayapti nimaga? Chunki siyosiy manfaatlar bor, to'g'ri, iqtisodiy manfaatlar bor. Lekin Rauf bitta tomonida oddiy aholi uchun og'irdi bu o'sha siyosiy elitalarni manfaatlari. Masalan, deylik, kimdir Eronlik bittasi Isroil bilan tovar olib sotish mumkin-da. Yoki deylik, keling, mana bizning O'zbekiston Eron bilan ham ishlaydi, Isroil bilan ham ishlaydi deylik. Rossiyada ham hamkorlari bor, Ukrainada ham hamkorlar bor. Endi aynan mana shu ikkita deylik hududda yoki ikkita mamlakat o'rtasida madaniy muloqot yetishmasligi butun dunyoga qo'pol qilib ruscha qilib aytgan nagruzka bo'lyapti-da. Bosimni oshirib yuboryapti. Shunaqa. Endi Rauf, keling, o'zi madaniyatlar aro muloqot tushunchasini nimaligini gaplashaylik va oddiy madaniyatlar aro muloqot tushunchasi bilan falsafiy nuqtai nazar, ya'ni uning falsafiy talqini qanaqa bo'ladi? Shunchaki ko'pchilik madaniyatlar aro muloqot deganda, "Ey, yaxshimisiz?" deydi. Mana misol uchun tasavvur qilaylik, Qozog'istondan keladi bizga hamkasblarimiz. "Mirzam, yaxshimisiz?" u bu deydi, ular ham o'zbekcha gapiradi, biz qozoqcha gapiramiz. Shuni ham madaniyatlar aro muloqot deb tushunamiz. Yoki deylik, Qashqadaryolik bilan Farg'onalikni o'rtoq bo'lishini ham madaniyatlararo muloqot deb tushunish mumkin-da odamlar. Bizni kuzatuvchilarimiz asosan talabalar, yoshlar bo'lgani uchun ham keling, madaniyatlararo muloqot nima va uning falsafiy talqini qanaqa bo'ladi? Shu haqida ham. Hop, qarang. Demak, madaniyatlararo muloqot bor, uni falsafiy talqini bor. Eng qizig'i madaniyatlararo dialog tushunchasi bor. O'tgan boyagi savolingizga muhim qo'shimcha-da, madaniyatlararo falsafaga muhim hissa qo'shgan Eron sobiq prezidenti Said Muhammad Xotamiy bo'ldi. Eng qizig'i shu. U mutafakkir ham aytganda, filosof-da. Eng qizig'i, juda katta hissa qo'shgan, aynan Eron-Isroil konflikti ketyapti. Paradoksal jihatdan madaniyatlararo falsafani, falsafiy komparativistikaning ichida ham shu narsa o'tiribdi. Xotamiy madaniyatlararo tafakkur vakili sifatida ko'p darsliklarda aynan shu mavzu o'tiribdi. Endi qarang, madaniyatlararo muloqot bor, dialog bor. Nimaga ajratdim? Ingliz tilida ham intercultural communication and intercultural dialogue. Rus tilida ham shu. Межкультурная коммуникация, межкультурный диалог. Ravjon, bir minut gapingiz bo'lay. Muloqot degan so'z bu yerda kuzatuvchilarimiz tushuna olsin, kommunikatsiyani tarjimasi, to'g'rimi? Kommunikatsiya. Aynan dialogni sinonimi emas. Shu eng muhim jihati shu. Bizda tarjimada shunaqa muammo yuzaga keldi, dialogni muloqot deb tarjima qilib qo'yish. Bu yerda falsafiy talqin nuqtai nazardan muammo bor. Muloqot, mana siz bilan muloqot qilyapman. Kommunikatsiya. Salom alaykum. Yaxshimisan? Kelishaylik. Mana bu tovarim bor, sotib olasan. Siz o'zingiz takliflaringizni berasiz. Muloqot ketyapti. Bu kommunikatsiya, ya'ni kommunikativ jarayon ketyapti. Kommunikativ jarayon. Endi dialogchi? Dialog. Oldi sotda ham bu kommunikatsiyani bir shay. Lekin biz o'zaro qadriyatlarimizni, an'analarimizni, urf-odatlarimizni, sizni madaniyatingizni, mazmun mohiyatini men o'rganmoqchi bo'lyapmanmi? Siz bilan bu haqida fikr almashyapmanmi? Tirik muloqot qilyapmanmi? Dialog darajasiga chiqyapman. Bir-birimizni tushunishga harakat qilyapmiz. Oldi sotdi, kelishuv shartnoma nuqtai nazardan emas. Faqat ma'lumot almashuv nuqtai nazardan emas. Nimaga sizda mamlaqa dunyoqarash? Nimaga o'zbeklarda mamlaqa dunyoqarash bor? Men Yaponiyada boshqacha dunyoqarash, Finlandiya mashhur. Jarayon dialogga aylanadi. Falsafiy nuqtai nazardan bu yerda o'zini prinsiplari shakllangan bo'ladi. Qarang, Rauf, aniqlashtirib olishni aytyapman. Masalan, deylik, Yaponiyada ham yoki Yevropada ham masjidlar qurilyapti-da, deylik. Buni biz dialogni ko'rinishi, ya'ni madaniyatlararo muloqotning, ya'ni dialogning deylik, to'g'riroq chalkash bo'lmasin, dialogning
amaliy namuna sifatida ko'rsatishimiz mumkinmi? Mumkin, nega? Masalan, Germaniyada ham, Avstriyada ham masjidlar bor. Alohida, masalan, ro'za paytida musulmonlarga alohida grafik bor, ish grafiki bor. Qisqartirilgan yoki iftorlik inobatga olgan holda bu nima natijasi bo'ladi o'zi? Agarda men kommunikativ jarayon ketayotganda, masalan, men sizni diniy dunyoqarashingizni, e'tiqodingizni umuman qabul qilgan, bo'ldi, ish vaqti 9 dan 6 gacha o'tirasan, hech qanaqa qisqartirmayman, shartnomada shu mana kommunikatsiya. Bu kommunikatsiya. Endi dialog ketyapti. Demak, sizni e'tiqodingiz shunaqa ekan, uni hurmat qilgan holda mana sizga ish vaqtingizni qisqartirib beraman, sizda iftorlik bor yoki alohida umuman ofisimizni, mana aytaylik, kompaniyamizni hamma musulmon xodimlari bilan birga bir iftorlik qilaylik. Men ham qo'shilmoqchiman. Men ham qiziqyapman buni tushunish bilan. Dialog natijasi bu aslida. Yaponiyada ham xuddi shu. Qayerda mana shunaqa shu misoldagi jarayonlar yuzaga kelayotgan bo'lsa, bu dialog natijasi. Chunki dialog bo'lmaganda ular buni hurmat qilishmasdi, imkoniyat yaratishmasdi. Rauf, qarangda, mana siz ham mana taniydigan bitta inson bor. Oleg Aleksandrovich Naumenko. Yoki Olga Ivanna Stepanova degan ayol bor. Ustozlarimiz ikkalalari ham. Va ular boshqa din va boshqa millat vakili ikkalalari. Ishxonada bizda ishlagan paytlaringizda balkim to'g'ri kelgandirsiz, balkim talaba bo'lgandirsiz. Ularni deylik, masalan, Olga Ivannani otalari, onalari o'tgan paytda biz ta'ziyalarga bordik. Ta'ziyaga bordik. Va bizdan o'zbeklardan, musulmonlardan kimdir o'tsa ham yoki to'y qilsa ham ular borardi. To'y mayli, endi to'yga borilarish mumkin deysiz mumkin, ta'ziya e'tiqodiy masalada endi baribir. Biz ham borardik, ular ham kelardi-da. Ayniqsa masalan Oleg Aleksandrovich hech qachon qolmasdi. U o'zbek bo'lib ketgandilar, endi bilasiz. Hattoki uni Oleg Aleksandrovich demasak, Ali aka derdik. Ali ham emas, Ali aka. Ali aka deb ketardik. Xuddi o'shanday mana shuni bizda o'sha kichkina bir kafedramiz yoki universitetimiz miqyosidagi madaniyatlar aro kommunikatsiyada, madaniyatlar aro muloqotga yuksalib chiqilganini misoli sifatida keltira olamizmi? Shu kazusni. Keltira olamiz. Chunki aynan mana shunaqa kichkina misollarda madaniyatlar aro tafakkur namoyon bo'ladi-da. Shu jarayon ketayotganligi chiroyligini misol. Oddiy narsada hamma narsa bilinadi. Oleg Aleksandrovich bitta narsa doim e'tiborimni qaratadilar. Menga Moskvada ishlayotganlar o'shancha yildan beri. Ularni kafedradagi hamkasblar o'zbek deb qo'yishadi. Chunki ularni dunyoqarashiga, tafakkurga baribir sharqona, ayniqsa o'zbekona, ayniqsa o'zbekona mentalitet singib ketgan. Endi ular bunga qarshi chiqing aytadi, men O'zbekistonlikman-da. Nima qilman? U yurtda yashagan, o'sha yerda tug'ilganman, yashaganman. Ularni madaniyatini baribir qabul qilganman. Eng qizig'i yaxshi ko'radi o'zbek madaniyatini, sharq madaniyatini. Xohlaymizmi, yo'qmi? Qaysi madaniyatda tug'ilgan bo'lsangiz, o'sha madaniyatning o'ziga xos xususiyatlarini, dunyoqarashini qisman bo'lsa ham qabul qilasiz. O'zingizga yoqqan tomonlarini qabul qilib, o'zlashtirib, keyin xulq-atvoringizda ham namoyon bo'ladi bu narsa. Rauf, qarangda, masalan, shu Oleg aka ham, Olga Ivanna ham masalan, shunchaki ishga kelib ketsam hech narsa demas u odam. To'g'ri, masalan, ta'ziyaga bormaslik, to'g'ri, endi rus odam e'tiqodiy to'g'ri kelmasdi, to'g'ri qabul qilardi, kommunikatsiya ketaverardi. Lekin shu ta'ziyaga boryapti, biz qatori qo'shib, hatto ba'zilar desam Olga Ivanna boshiga ro'mollar o'rab borardilar-da. Ularda shartnoma masalanda endi borardilar, bu ham o'sha madaniyatlar aro dialogni bir ko'rinishi. Endi Rauf, keyingi bir jiddiy masalamiz madaniyatlar aro muloqot tushunchasi falsafani qaysi sohasida o'rganiladi va o'sha madaniyatlar aro muloqot, ya'ni yuzaga dialog kechirasiz, yuzaga kelish uchun qanday prinsiplar va hokazolar bo'lishi kerak ekan, shu falsafiy aspektlariga bevosita o'tsak. O'zi sizni ham, meni ham sohamiz. Falsafada madaniyatlararo muloqot ham, madaniyatlararo dialog ham ko'rib chiqilishi, o'rganilishi uchun asos bo'ladi, ya'ni falsafa tarixi. Falsafa tarixi birinchi navbat. Chunki falsafa tarixining ichidan kelib chiqadi. Bugun shakllangan
falsafiy komparativistga, ya'ni qiyosiy falsafa, madaniyatlararo falsafa. Lekin falsafaning boshqa sohalari ham u yoki bu tomondan, u yoki bu jihatidan buni o'rganadi. Masalan, endi eng yirgi bu madaniyat falsafasi. So'zsiz. Chunki madaniyatlararo dialog ketyapti, madaniyat nimaligini tushunib olishimiz kerak. Eng qizig'i gnoseologiyada ham bu narsa bor. Gnoseologik jihatlar bor. Ontologik, epistemologik qisman ham falsafaning barcha sohalari madaniyatlararo muloqot, dialog masalalarini o'rganadi. Lekin asosan 20-asrda shakllangan aynan mana shu madaniyatlararo dialog o'zini obyektiga ham, predmetiga ham aylantirgan falsafiy komparativistika bo'ladi. 20-asrda komparativistika bazasida shakllangan madaniyatlararo falsafa bo'ladi. Endi uning bazasi bor. Ya'ni madaniyatlararo falsafa degan alohida yo'nalish bor. Mana komparativistika ichidan alohida yo'nalish sifatida o'sib chiqqan intercultural philosophy deyiladi. Ya'ni Rauf siz aytmoqchisizki, komparativistik falsafadan ham farq qiladi. Madaniyatlararo falsafa alohida yo'nalish, alohida yo'nalish sifatida. Endi Rauf keling, ozgina falsafa tarixini tilga oldingiz. Shakllanish jarayonini ko'raylik. Madaniyatlararo kommunikatsiya, muloqot, dialog tushunchalari qaysi falsafiy ta'limotlarda o'zi asli tagi qo'yilgan? Endi baribir bizni qadimgi antik davrda yetib o'tishimiz kerak. Endi qadimgi davrda Platon masalan varvar degan, Aristotel varvar degan qanaqa olib boramiz? To'g'ri. Hindlar ham faqat o'zini butun dunyoda hindlar bor deydi. To'g'ri. Sintezimni qarasangiz, butun dunyo yaponlarga boradi deydi. Keyin sal insof qiling. Qarang. Mana Platon uni falsafa tarixi bo'yicha adabiyotlarda ko'pincha bitta narsaga e'tibor qilishadi. Platon Pifagorchi bo'lgan. Pifagor falsafasi ichida madaniyatlar muloqot o'tiribdi deydi. Misr. Qanaqa? Chunki uni dunyo qarashi baribir diniy falsafiy-da. Sharq bilan muloqoti bo'lgan. Yoki masalan 7 как бы mudritsi singli donishmandlar, 7 donishmand. Eng qizig'i ular haqida daksografiyada har xil ma'lumotlar bor. Ba'zi birlari Misrga, kimdir uzoq sharqgacha borgan, sayohat qilgan deb yozadi. Hatto Falesda ham shunaqa deyishadi. Demak, u jarayon bo'lgan. Ularni dunyo qarashiga qay darajada sharq ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Masalan, Pifagor falsafasi keyinchalik, Platonda unchalik emas, lekin neoplatonizmda sharq diniy falsafiy dunyo qarashi juda yaqin elementlari namoyon bo'lgan. Nima sababdan? Tasavvufga silishim juda ham o'xshab ketadi. Tasavvufga ham, hinduizmga ham, vedalarga ham, hamma narsa. Masalan, budizmga ham. Pifagorchilikdagi reinkarnatsiyani ham olaylik. To'g'rimi? U qattiq Hind falsafasida ham shunday. Yo Hinddan yo Misrdan olganda. Qanaqa? Demak, qanaqa? Ba'zi o'sha yerda bor. Hatto Gerodot olsa ham, endi u tarix, tarix otasi hisoblanadi, lekin nazarlarda boshqa madaniyatlar haqida ma'lumotlar bor-ku. Masalan, yoki Etilu Aristotel, Platon, ular qadimgi Yunon mutafakkirlari aksariyat, hammasi emas, lekin aksariyati boshqa xalqlarni varvar xalq deb atagan. Chunki ularning sivilizatsiyasi o'sha paytda haqiqatan ham juda eng gullagan sivilizatsiya edi. Eng gullagan sivilizatsiyalardan biri bo'lgan, lekin boshqa sivilizatsiya hatto ular tasavvuri bo'lgan. Aristotelning shogirdi Makedonskiy. Nima bo'ldi? Nimaga uzoqlashib ketdi Aristoteldan? Sharqqa qarab yurishlarini boshladi. Eng qizig'i Sharq, Markaziy Osiyo, Eronga kelib, o'tdan bir kimdir Raksana uylandi ko'ngan. U bitta narsani ko'rdiki, o'tdagi madaniyatni, qadriyat dinni ezib yo'qotib bo'lmaydi. O'zi moslashib ketdi ichiga. Ya'ni dialog qilishga majbur bo'ldi. Dialog qilishga ham, moslashishga ham majbur bo'ldi. Anaqani eslatib yordingiz menga. Akbar Shohorov Boburning nevarasi. O'sha ham hind ayoliga uylangan-ku, Jod Xabay degan. Va o'sha juda ko'p hind rojalarini, qizlarini olib ham mamlakatda bir yaxlitligiga erishganda uylanib. Chunki baribir yoki olaylik, masalan, Gandhi ham o'zi muloqotda, dialogga tarafdori bo'lgan, doimo. Qanaqadir konfliktga keltiradigan fikrlarni uncha aytmagan. Hatto Gitlerga ham xatlar yozganida
do'stim deb yozgan. Endi bugungi kunda bu narsa tanqid qilinmoqda juda ko'p. Do'stim, birodarim deb yozgan. Muammo keltirgandek. Yoki uni esingizda bo'lsa, nima uchun uni o'ldirib qo'yishdi? Suiqasd bo'libmi? Yo, joniga qasd qilishdi. Правильно? Da. Endi shinki keldi unga. Mana shu musulmonlarga nisbatan uni munosabati yomon bo'lgan bir odam keldi. Mana shunaqa ularni yomon ko'raman. Qanday nima maslahat berdi? O'sha yerda musulmonlardan buni ham bolani asrab olgin o'zimga. Nimaga unaqa dedi? Nimaga bunaqa maslahat berdi? Boshqa madaniyatni o'shanda tushunasan. Asl ma'no mana shunaqa boshqa dinni tushunasan. Ularda nimaga bunaqa dunyo qarash? Bo'lmasa Pokiston Hindistondan ajralib chiqdi. Bu ham madaniyatlararo jarayoni bir ko'rinishida. Lekin unda ham hali ham konfliktlar bor. Hanuzgacha konfliktlar bor. Hatto ular ham, bular ham deyarli bitta madaniyatga Bitta daryodan suv ichganda, eng qizig'i lekin ajralib chiqishdi. Jarayonlar har xil bo'ladi. Qadimgi davrda ham, antik davrda ham. Hind sivilizatsiyasi ham o'zini juda eng yuqori sivilizatsiyadan biri deb hisoblagan. Taraqqiyoti yuqori darajaga chiqqan har qanaqa madaniyat sivilizatsiyasi o'zini shu deb hisoblaydi, boshqalarni baribir deb hisoblaydi. Bu tabiiy. Lekin masalan, eng qiziq antik davr falsafasi aynan o'shadan genezis keladi. Daksografiyani ichida ham bu narsa bor. Xo'p, endi Rauf, keyingi davr o'rta asrlarga bitta qaraymiz. O'rta asrlarda bilasiz, baribir o'sha Yevropada xristianlik madaniyati kuchli bo'lgan va bu dominant ham bo'lgan, boshqa madaniyatlarga nisbatan bosimi ham katta bo'lgan. Boshqa e'tiqodiy shakllarga ham. Va o'sha o'rta asrlarda sharqda madaniy muloqot jarayonlari, madaniyat qanaqa edi, g'arbda qanaqa edi va keyinchalik g'arbdan qanaqa qilib shu deylik tafakkurni monopoliya qilgan xristian teologik tafakkuridan bunaqa madaniyatlararo muloqot falsafasi o'sib chiqdi. Shu masalaga ham to'xtalaylik. Xo'p. Endi antik davr nima bilan tugaganini juda yaxshi bilamiz. Xristianlik paydo bo'ldi. Antik meros yo'q qilindi, lekin arab tiliga masalan ko'p asarlar tarjima qilindi. Natijada bu ham eng qizig'i mana madaniyatlararo falsafa, falsafiy komparatistikani ichida germenevtika o'tiribdi. Matn bilan ishlaymiz. Matn orqali ham biz boshqa madaniyatning o'ziga xos xususiyati mazmunini o'rgana olamiz. Hatto germetizmda ham bu narsa bor-da. Egzegetikada ham bor. Xohlaymizmi yo'qmi? Xuddi shu germetizm madaniyatlararo jarayoni bir shakli. To'g'ri. Xohlaymizmi? Siz mavzungiz. Shu. O'rta asrlarga kelganimizda Yevropada holat qanaqaligini juda yaxshi bilamiz. Markaziy Osiyoda, Sharqda vaziyat boshqacha bo'lgan. Shu Sharq birinchi Renessans deyishadi-yu. Lekin shu matnlar orqali Sharq mutafakkirlari G'arb bilan muloqotda bo'lishgan, dialogga kirishgan. Aristotel, Platon, ba'zilarda Farabiy asarlarida ham Ibn Sino qarasam Aristotel, Platon aralashib ketadi. Shunaqa narsa ham bo'lgan. Endi bu tabiiy matnlar tarjima qilinganda o'sib ketib qolgan bo'lishi ham mumkin. Lekin muloqot jarayoni germenevtik nuqtai nazardan davom etgan. Bu bir. Ikkinchisi, Yevropada sxolastikaga qaramay baribir ham masalan neoplatonik falsafa ham rivojlangan edi. Xristian ko'rinishda. Masalan Pico della Mirandola'da unda u nimaga uringan? Antik davr merosini, xristianlikni, sharq dunyo qarashini, qanaqadir sinteziga yo'lini topish, muloqotiga, dialogiga, sinteziga biron bir yo'l topishga uringan. Marsilio Ficino'da masalan. Marsilio Ficino'da ham mana baribir neoplatonizmda, bizga neoplatonizm. U ham tushunganki, sharqda shunga o'xshash dunyo qarash bor. Falsafiy nuqtai nazardan ham, diniy nuqtai nazardan ham Markaziy Osiyo mutafakkirlari ham juda yaxshi. Nega ular lotin tilini bilishgan, qadimgi Yunon, Da Vinci, qadimgi Yunon tilini bilishgan. Nima uchun? Ular muloqot qilish uchun deydi. Eng qizig'i,
ularda inqiroz, bizada hozirgi til bilan aytganda renessans. Kim bizi orqali ular renessansga erishyapti. Mana bu ham dialogga to'g'rimi? Dialog bir shakli. Masalan, o'sha o'rta asrlardagi Ibn Rushdchilik, Averroizm g'oyalari ham qarangda, o'sha Ibn Rushd orqali o'zini o'tmishi bilan muloqot qilyapti-da bor Yevropa, to'g'rimi? Aristotel bilan muloqot qilyapti. Muloqot qilyapti. Mana Ibn Rushddan bu bir misolda, madaniyatlar aro mutafakkir desak ham bo'ladi. Chunki baribir endi uni dunyoqarashining bazasida, falsafasining bazasida Aristotel falsafasi bir yoki Oliy Avreliy Avgustin. U yevropalik emas, umuman. To'g'rimi? Afrikadan kelgan deyishadi. Xristianlik qabul qildi. Bilamiz, ustab suv yuqori. Bunaqa misollarni topsa bo'ladi. Sxolastikaga qarang. Sxolastikaning ichida ham biron bir harakat qilsak, shunga yarasha namuna topishimiz mumkin. Butun muammo shuki, o'rta asrlarda ko'p madaniyatlar aro muloqot dialog, dinlar aro muloqotga qarab ketishi ham mumkin. Dinlar aro muloqot shaklida bo'lganda endi, to'g'rimi? Shunaqa desak ham bo'ladi. Endi Rauf qarang, yana bitta narsa ro'y berdi. O'rta asrlarni tugatganimizda, uyg'onish davridan sekin Yevropa ko'tarila boshladi. Sekulyarizatsiya bo'ldi, borib ratsionallik, umuman modernizatsiya nazariyalariga keldikda. Va o'sha modernizatsiya nazariyalari biz xohlaymizmi yo'qmi, Yevrotsentrizmni, ya'ni Yevropaga qarab mo'ljal olishni ilgari surardi. Ya'ni westernizatsiya deymiz uni sodda qilib. Ya'ni Yevropa shu ratsional yo'lni bosib o'tdi va butun dunyoga bu namuna bo'lishi kerak degan g'oyani ilgari surardi. Hani Gegellarni eslaymiz, to'g'rimi? Masalan, sharq xalqlarini qanchalik nopsand qaragan, bepsand qaragan, Vostok это детство истории. Sharq bu tarixning bolaligi deb, Shunaqa yozib qo'ygan. Yoki Montesquieularni eslaydi, to'g'rimi? Mana shunday sharoitda birorta bir boshqa yo'nalishdagi, masalan 19-dan aytishingiz mumkin, 20-asrda madaniyatlar aro falsafani vujudga kelish uchun asos bo'lgan biror bir qarashlar bo'lganmi? Bo'lgan. Aytaylik, bo'tda 20-asrning bir konfliksiyani asrida, to'g'ri to'g'rimizmi yo'q? Ikkita jahon urushi turib konflikt bo'lmasinmi endi? Ha, ikkita jahon urushi sababli eksistensial muammo yuzaga keldi-da. Inson nima? Uni qadri bormi o'zi? Qancha odam qirib bo'lib ketdi shu urushdan. Baribir yuqorida aytib o'tdingiz-ku, hamma konfliktlarni qurboni oddiy xalq, oddiy odam. Endi falsafa bunga javob berishi именно 20-asrda harakat qildi, ekzistensializm orqali. Eng qizig'i, buni genezisi avval bo'lgan. Faqat Kierkegaard emas, masalan, Schopenhauer falsafasini olsak, yoki Nietzsche, ayniqsa Nietzscheda Zardusht tavallosi. Schopenhauerda ham buddizm, kichkina statuetkasi qolgani, Budda statuetkasi nima sharq bilan muloqot qilish kerak deganga mo'ljal beryapti-da, baribir. Aynan Gegellardan keyingi nimada bu? Chunki klassik nemis falsafasida parallellar qarasak, o'tda muloqotga, madaniyatlararo muloqotga, tем более dialogga baza yo'q. Yevropa sentrizm juda kuchli. Lekin nemis falsafasida nemis ma'rifatparvarligida, masalan, Gerder bevosita madaniyatlararo muloqot, dialog bo'lishi kerak. O'zaro almashinuv, o'zaro munosabatga kirishimiz kerak, bir-birimizni tushunishimiz kerak. Sivilizatsiyalarni o'rganishga harakat qilgan. Sharq sivilizatsiyalari, g'arb sivilizatsiyalari. Ya'ni qanaqadir parallel ravishda turlicha falsafiy dunyoqarashlar, yondashuvlar bo'lgan. Germaniyani o'zida ham. Lekin 20-asrga kelsak, eksistensializm falsafasi madaniyatlar aro falsafaga, asli komparativistga muayyan darajada, jiddiy darajada asos solgan. Bitta narsaga e'tibor qilishgan eksistensialistlar bugungi davrda jiddiy muammo bu begonalar.
To'g'ri. Shuni aytmoqchiman. O'tgan safar men kamyonni qildim-da, uka, shuni so'ramoqchi edim. Bu begonalik shu ketyapti. Odam o'zidan o'zi begonalashadi. Jamiyat odamdan. Tabiatan kelyapsan. Bu yerda bitta narsa bor-da. Madaniyataro muloqotda biz begona madaniyat bilan muloqot qilishimiz kerak bo'lyapti. Muloqot, aniq kelishuvga erishish uchun dialog qilishimiz kerak bo'lyapti. Bu ekzistensialistik muammo-da. Qanaqa qilib mavlan dunyoqarashini tushunishim mumkin vaqti. Masalan, kamyonni begonasini olib qaraydigan bo'lsangiz, hamma qadriyatlarga begona edi-ku qahramoni Merso, a? Hamma qadriyatlarni umuman borib ekzistensial falsafa, даже hatto keyinchalik fenomenologiya bitta narsani ontologik jihatdan ilgari surdiki, hech bir narsa olamda faqat biz nima deydi? Hodisalarni ko'ramiz. Olamda biz faqat faktlarni ko'ramiz-da. Unga ma'noni biz yuklaymiz. Bu nimani anglatadi? Masalan, fashizm dialogga qarshi edi-da baribir. To'g'rimi? Gitler qarashlari qarshi edi. Ya'ni bu shunchaki Gitler yuklagan ma'no boshqalar bilan ham muloqot qilish mumkin degan g'oyani ilgari surardi-da. Masalan, endi hozirgi kunga olib kelsangiz, masalan, shu Ukraina, Rossiya yoki deylik Eron, Isroilga olib kelsangiz ham, bu masalan Eron aytayotgan masala ham, Isroil aytayotgan pozitsiya ham bu Erondagi elitan yoki Isroildagi elitani pozitsiyasi xolos. Bular yuklagan ma'no xolos. Aslida bitta fors bilan bitta yahudi bemalol biznes qilish mumkin. Yoki deylik bitta ukrainalik bilan bitta o'ris bemalol muloqot biznes qilish mumkin, ijodiy hamkorlik qilish mumkin. Shunchaki masalan deylik o'sha siyosiy elita, manfaatdor guruhlar aytayapti, yo'q, muloqot qilmaslik kerak, Ukraina xalqi bunaqa, Rossiya, o'ris xalqi bunaqa, yahudiylar bunaqa, eronliklar bunaqa degan narsani ular yuklayapti degan masalani ham menimcha ekzistensialistlar aytdi deb o'ylayman-da. Sartre ekzistensial falsafasi ham madaniyatlararo muloqot uchun, dialog uchun muhim baza bo'lishi mumkin. Nimaga u yerda bitta gap bor-da, uni asarlarda yozib o'tilgan ruschada ad это другие. O'zbekchaga o'girsa boshqalar do'zaxdir. Men uchun o'zga do'zaxdir. O'zga do'zax nima uchun? Endi buni to'g'ridan to'g'ri qabul qilish kerak emas, ma'nosini to'g'ri tushunib olish kerak. Ko'chma ma'noda aytilyapti. Ko'chma ma'noda aytilgan nima ma'noda? Boshqalar ma'ni o'zini rakursidan ko'radi. Ya'ni tushuna olmaydi meni baribir. Chunki ular ma'ni hayotimni ko'rishmagan. Kechirmalarim haqida xabari yo'q. Men bo'lib yashamaganda. O'zi bo'lib yashagan, o'zini kamerasidan ko'rib turibdi, xolos. Qolganini ko'rmayapti. Masalan, men sizni ko'rib, bir-birimizni ko'rib turibmiz, lekin orqada qancha muammolar bor, qanaqa yo'l o'tilganligi faqat o'zingizga ma'lum. To'g'ri. Madaniyat falsafasi, madaniyatlararo muloqot nuqtai nazaridan shu yuzaga kelyapti-da. Chunki bitta madaniyat boshqa madaniyatni tarixini, genezisini oxirigacha tushunmay, nega bunaqa mentalitet yuzaga kelganini bilmay turib baho berishni boshlaydi. Zamonaviy konfliktlarda ham ayni asosiy sabablardan shu bo'ladi-da. Masalan, mana hozirgi tilga olganimiz Isroil, Eron, Ukraina, Rossiyani qarasak ham, hammasi o'zini nuqtai nazaridan, o'zini kamerasidan qarab turibdi-da, boshqanikiga ham bir qaraychi demayapti. To'g'rimi? Masalan, qarang, Amerika deylik, eski shoh Pahlaviyni o'g'lini vositasida to'ntarish qilmoqchi bo'ldi. Xo'p, Trampning o'zining nutqiga ham e'tibor qaratsak, hali Eron xalqi bunga tayyormi, yo'qmi, men bilmadim dedi. Ya'ni Eronda qo'llab-quvvatlanadimi, yo'qmi shoh dedi, ya'ni nimaga? To'g'ri, Eronda tajriba bor edi, dunyoviy davlat tajribasi, lekin Eron o'ylayaptiki, qarang, shu yerda ham bitta madaniyatlararo muammo bor. Boya kamera ortida gaplashganimizda ham aytdingizki, men agar dunyoviy davlatni joriy qiladigan bo'lsam, Eronni dunyoviy davlati bo'lmaydi, Amerikani dunyoviy davlati bo'ladi. Men Amerikani davlati bo'lib qolaman degan masala turibdi-da. Ya'ni o'shanda ham Eron o'zini kamerasidan qarayapti. Tramp ham o'zini kamerasidan qaradi. Xumayniyni yiqitaman, o'rniga dunyoviy davlat qilaman. Lekin Eronda ishlamadi bu. Ishlamadi, chunki qanaqadir rejimni ag'darish uchun, boshqa rejimni o'rnatish uchun baribir aholining keng qatlamlarida bunga podдержка, ya'ni qo'llab-quvvatlanish kerak-da. Yo'q, chunki stereotip turibdi.
dunyoviy davlat qabul qilsam, Amerikani qabul qilganman. Yo'q, Amerika dushman. Shuncha bizani odamlarimizni o'ldirgan, mana shunaqa dunyoqarash o'tiribdi. O'sha muloqot ketyapti. Mana 3 kunga sulh o'rnatildi. Bu muloqot, lekin dialog ketmayapti. Nega men bunaqa, nima eslarda dunyoviy davlat bo'lishi kerak? Ya'ni ikkalasi identiklik nuqtai nazaridan madaniy ta'sir jarayonida aytardik-ku anu donor resipient degan gaplar bo'lardi-yu. Ya'ni o'zini autentligini saqlab qolish uchun men bu bilan muloqotga kirishmayman debdi. Ikkalasi ham men dominantman deb turibdi-da. Men ustunman, menikini qabul qilish kerak. Men donor bo'lishim kerak deb turibdi. Ki ikkalamiz ham teng bo'laylik demayapti-da, to'g'rimi? Shu muammoda, masalan, O'zbekiston tashqi siyosati asosiy tamoyillaridan biri pragmatik yondashuv. Ular pragmatik yondashmayapti bir-biriga. Biz ham Amerika bilan hamkorlik qilamiz, ham Eron bilan, ham Rossiya bilan, ham Ukraina, hamma bilan hamkorlik qilish kerak. Nima uchun? Birinchi navbatda iqtisod siyosatdan ustun turish kerak degan tamoyil bor bizda. Chunki aholining farovonligi pul bilan bog'liq, mablag' bilan bog'liq, iqtisod bilan bog'liq. Bu bir. Ikkinchisi, siyosatni yurg'izib ursak, nimadir baribir, qanaqadir g'oyani yurg'izsangiz, nimadir qurbon qilishingiz kerak bo'ladi. Xalq manfaatini qurbon qilib bo'lmaydi. Masalan, xuddi shu Eronda ham qurbonlik bor. Qanaqa? Faqat mana bu konflikt qurbonlari emas. Masalan, inflyatsiya 200-300% ga yetib bordi o'sha. Yaxshi emas-da. Yaxshi emas. Bu jarayon kechyapti, davom etyapti. Dunyoviy davlatning boshqacha modellari ham bor. Faqat Yevropa modeli, faqat Amerika modeli emas. O'zini original modelini ishlab chiqsin. Masalan, O'zbekistonda pragmatik yondashuv bo'lganligi uchun biz ko'plar bilan hamkorlik yo'lini topib, muloqotdan dialoggacha ketamiz. Pokiston, Hindiston konflikt bo'ldi. Biz ham Hindiston bilan yaxshimiz, ham Pokiston bilan yaxshimiz. Aynan shu yo'l to'g'ri yo'lda, pragmatik yondashuv. Lekin siyosiy prinsiplar ustunlik qilganda hozir Rossiya, Ukraina, Isroil, Erondagi konfliktlar yuzaga kelaveradi. O'shaning uchun strategik qarash bo'lishi kerak-da. Bizda baribir strategiya degan gap ketyapti. 5 yildan keyingi jarayonlar bor, 10 yildan keyingi jarayonlar bor. Buni o'ylab qo'yishimiz kerak-da baribir. Albatta. Aytaylik, Sharqda ko'p mamlakatlar Yevropani koloniyasi bo'lib chiqqan. Biz ham koloniya bo'lib chiqdik. Rossiyaning koloniyasiga aylanib chiqdik. Xitoy ham, mo'yan hududlari ham koloniya bo'lib chiqqan. Yaponiyada ham shunaqa jarayonlar bo'lgan o'xshash. Hindiston koloniya bugun Hindiston bu o'ziga xos original demokratiyasi bor Hindistonda. Lekin pragmatik yondashganda hech kim koloniyasi bo'lmay turib kolonialistlar bilan til topishgan. Eng qiziq misol Tailand. Hech kim koloniyasi bo'lmagan. Qanaqa qilib? Unga chegaradosh hamma koloniya bo'lib chiqdi. Davlatlar hamma koloniya bo'lib chiqdi. Koloniya bo'lmagan, nimaga? Dialogga erishgan. Tailand, Tay degan so'zi ma'nosi erkin. Erkin mamlakat. Pragmatik yondashuv orqali erishsa bo'ladi. Lekin stereotiplarni yengish juda qiyin. Odam o'zini xarakterini o'zgartira olmaydi, bu tabiiy. Dunyo qarashini o'zgartirish juda qiyin. Odam mana evolyutsiya ham qanaqa evolyutsiya sodir bo'lgan? Odam yoki organizmi hozirgi holati tashqi muhitga moslashganligi uchun moslashishi, majburan moslashdi. Tabiat bilan dialog qila olgani uchun demoqsizda. Shunday, to'g'ri. Bo'lmasdi. Shunaqa biologik tomoni ham bor. Ontologik ham deylik. Ontologik ham, gnosiologik ham topiladi. Xo'p, Raufbek, endi yana bir masala keladi. Madaniyatlar aro falsafa haqida gap ketganda, komparativistik falsafa. Aynan komparativistik falsafa nima edi va madaniyatlar aro falsafa undan qanday o'sib chiqdi? Ana, qarang, demak. Keyin faqat Rauf bitta iltimos, bu meni shaxsiy iltimosim-ku. Anoni ham aytib keting. Shunchaki qiyosiy tahlil bilan komparativistik tahlil farqini ham aytib keting. Xo'p. Ko'pchilik bilmayapti, so'rayapti-da bizdan. To'g'ri. Men shu uchun egasidan so'ray mavzuni. Endi qaranglar, demayman bunaqa.
Ha, falsafiy komparativistika 20-asr boshlarida shakllangan. Institutsializatsiyasi ham bo'lib bo'lgan. 20-asr yakuniga kelib to'liq alohida sohaga aylandi falsafani ichida. Bazasi qiyosiy tahlil plus komparativistik tahlil. Mana qiyosiy tahlil bor. Ikkita narsa, ikkita obyekt, predmet. Mana o'xshash tomonlari, mana farqlari bo'ldi. Bu qiyosiy tahlil. Qiyos endi komparativistik tahlil. O'xshashlari bor, farqlari bor. Orasida o'zaro munosabat uchun qanaqa fundament yaratishimiz mumkin? Qanaqa nazariy, amaliy yondashuv qilishimiz mumkin? Mana nima qilishimiz mumkin degan savolga komparativistik tahlil javob beradi. Ikkalasini kelishtirish uchun. Kelishtirish uchun qiyosiy tahlil. Nima farq bor? Nima o'xshashlik bor degan savolga javob beradi. Demak, davomiy ekanda, ikkalasini birlashtirish uchun, ikkalasini kelishtirish uchun nima qilish kerak desa, bu komparativist. O'shaning uchun komparativistga keyin sintezga qarab ketdi-da. Komparativistika mana eng qizig'i uni asosida ikkita olimni ilmiy ishlari turadi. Birinchisi Pol Masonursil, sotsiolog. И Пола Терпати Раджу. Bir-biri bilan muloqot qilgan. Endi ular nimaga e'tibor qaratishgan edi? Sharqda Konfutsiy bor, g'arbda Sokrat bor. Ularni bir-biriga aynanlashtirib bo'lmaydi. Umuman bo'lmaydi. Lekin o'xshash tomonlari ham bor. Farqlari ham bor. Shu asosda biz qanaqadir dialog uchun baza yaratishimiz mumkin. Analogiyani topishimiz kerak. Analogiya. Kantga analogiya topaylik. Lao Tzuga analogiya topaylik g'arbda. O'xshash orqali biz dialog uchun most yaratamiz. Ya'ni sharq odamiga, g'arb odamiga, mana sanda Suqrot g'arbga aytib, masalan, Suqrot bo'lgan, menda Konfutsiy bo'lgan, biz aslida o'ta begona emasmiz degan madaniy muloqot uchun asos yaratishda. Dialog uchun asos shu bo'ladi, o'xshashlik. Bu komparativistikadan chiqqan ekanda. Komparativistikaning ichida shu turibdi. Endi siz boya to'g'ri aytib o'tdingiz-da. Sintezga qarab ketadi-da. Qanaqa bularni birlashtirish mumkin? Komparativistika sintezga qarab ketdi. Madaniy sintez, madaniyatlar sintezi asosida qanaqadir umumjahon madaniyat shakllanishi mumkin degan yondashuv shakllanib ketdi. Pol Masonursilda ham bu narsa bor. Rajjuda ham bu narsa bor. Masalan, Amerikada komparativistikaga juda katta hissa qo'shgan Alexander Charles Moore bor. U ham sintezga e'tibor qaratgan, lekin sintez, madaniy sintez asosida komparativistikani ichida qo'pol kelganda spor ketdi. Masalan, Santayana, Radha Krishna. Qarang, har xil madaniyat vakillari. Lekin ikkalovi bitta pozitsiyada kelishishda sintez qilib bo'lmaydi. Mana madaniyatim siz madaniyatingiz bilan sintezlashuvi imkonsiz. Qanaqa qilib sintez bo'lishi mumkin? To'g'ri, o'xshashligimiz bor, farqlarimiz bor. O'xshashlik asosida biz dialog qilishimiz mumkin, lekin sintez bo'lmaydi. Shu sporda madaniyatlar aro falsafa shakllanib keldi. Botush boshqa mutafakkirlar. Masalan, Ramat Harmal, Frans Martin Vimer, Raul Fornet Betancourt. Madaniyatlar aro falsafaning muhim bir prinsipi bor. Ruschada mana shu. Единство без единообразия. Ana tarjima qilish qiyin. Xilma-xilliksiz yagonalik. Qo'pol tarjimasi. Qo'pol tarjimasi shunaqa bo'ladi. Nimaga e'tiborli qarash? Nomi ham qarang, madaniyatlar aro, intercultural, межкультурный. Madaniyatlar aro yurgan falsafa. Ya'ni sintezga erishishimiz kerak emas. Farqlar bor, u farqlarni yo'q qilib bo'lmaydi, chunki milliy identiklik bor. Har bir mamlakatda o'zining tarixi bor, har bir xalqning o'zining tarixi bor. Bir-biridan qo'shib tashlab bo'lmaydi bularni. Qo'shaman siz yana o'sha mustamlakachilikka boramiz-da. Kimniki ustun bo'ladi degan. Yana o'sha xatoni takrorlagan bo'lamiz-da. Eng qizig'i yana bitta prinsip bor. Ruschada kognitivная скромность. O'zbekchada kognitiv kamtarinlik. Bu nima degani? Sani sivilizatsiyang, sani madaniyating
yuqori darajada rivojlangan bo'lishi mumkin, ilm fanning kuchi bo'lishi mumkin, lekin sen kamtar bo'l. Boshqa madaniyatda, hatto Afrikan bir qabilasi bilan muloqot qilyapsanmi, dialog qilmoqchimisan, hurmat qil ularni. Hech qachon mendan past turgan madaniyat dema. Diskriminatsiya baribir bor-da. Mana Yevropa sentrizm qayerdan kelib chiqdi? Gegel ochiqdan-ochiq boya aytib o'tdik-ku. Sharq bu tarixi yoshlik davri. Bu diskriminatsiya-da. Baribir xohlaymizmi yo'q? Bunaqa diskriminatsiyaga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Kamtarona yondashishlar. Yo'q, endi yana bitta narsa ham bordir, Ravon. Qiziq gap chiqib qoldi. Masalan, deylik, shunchaki hurmat nuqtai nazaridan emas, ularda qadriyat tizimi boshqacha-da. Masalan, deylik, Yevropaga qadrli bo'lgan narsa bizga qadrsiz bo'lishi mumkin. Biz uchun qadrli bo'lgan narsa ularga qadrsiz bo'lishi mumkin-da. Shu nuqtai nazarda men o'zim qadrli deb hisoblagan narsalardan kelib chiqibgina ularga munosabat bildirmaydi. To'xta, ularning madaniyati bu qanday? Masalan, deylik, mana bitta nimani ko'rib qoldim. Oddiy tur videochani ko'rib qoldim. Turist videosini, blogini ko'rib qoldim. Aytayapti, mana O'zbekistonga borsang deyapti. Odamlar eng birinchi navbatda ishonch bilan yashaydi bir-biriga. Masalan, oddiy aytayapti, mana plastik kartani mana hozir chiqib obed qilsak ham ofitsiant beraveramiz 4 ta 9 ko'da deymiz, masalan. Ishonamiz. Ha, u deydi biz tasavvur qila olmasdik deydi. Lekin ularning madaniyatida bu normal holat deydi. Endi shu holatni boshqa xalq vakili kelib, masalan, yevropalik kelibmi, rus kelibmi, o'zbekistonlik odamlar ahmoq ofitsiantga kartasini berib kodini aytayapti deb baholashi mumkin-da. Baholaydi. Ha, baholaydi. Mana bu narsa noto'g'ri-da. Bu ulardagi normal holat deb qabul qilish kerak. Demoqchi menimcha-da, intercultural falsafa, to'g'rimi? Shunaqa normal holat, uni to'g'ri tushunish kerak. Mana shu xususiyat ularda saqlanib qolishi kerak. Chunki bu ularning identikligining muhim qismi. Umumjahon yagona qanaqadir madaniy dunyoqarashni shakllantirmoqchi bo'lsa, juda katta xato qilamiz deydi. Aytadi madaniyatlararo falsafa. Nima uchun? Jahon rang-barang, dunyoda rang-baranglik kuchli, ham shu bilan go'zaldir. Endi Raufik bitta masala chiqadi, qiziq gap. Immanuel Kantni bilamiz. Meni erkinligim, masalan, Raufning erkinligi boshlangan joyda tugaydi. Ya'ni meni erkinligim boshqaning erkinligi boshlangan joyda tugaydi deydi. Ya'ni siz aytyapsiz, madaniyatlararo falsafa yoki madaniyatlararo dialog tabiiyki toqatlilik, bag'ri kenglik, o'zaro hurmat tamoyillariga asoslanyapti-da endi bor. Metafizik, falsafiy jihatdan. Shuni chegarasi bormi-ki? Ya'ni toqatlilikni chegarasi bormi? Boshida gaplashgan migratsiyamizda hamda masalan, kelgan migrantni madaniyatiga qancha darajada toqat qilish kerak? Kelgan migrant bu yoqdagi o'zi borgan mamlakatda madaniyatiga qanchalik darajada toqat qilish kerak? Chegarasi bormi buni? Endi shu toqatli, chidamlik dialog uchun, komparativistika uchun ham, madaniyatlararo falsafa uchun ham katta muammodir. Hanuzgacha saqlanyapti. Bu yerda misol qilib o'tishimiz mumkin. Bu savolga javob berish uchun Karl Popper. Popper bitta narsaga e'tibor qaratdi. Chidamlilik me'yordan o'tib ketsa, chidamsizlikdan farqi bo'lmay qoladi. Ha. Absurdga aylanib ketadi natijada. O'shaning uchun me'yor bo'lishi kerak. Dialog nima uchun dialog deyiladi? Qanaqadir muammoni yechish yo'lini qidiramiz, izlanamiz biz. Birgalik. Lekin imенно birgalikda. Lekin konflikt yuzaga kelgan joyda me'yor tugadi. O to'g'ri chidamligi ham bo'lmaydi-da. Ayniqsa diniy nuqtai nazardan olib qarasak, o'tda jiddiy muammolar yuzaga kelishi mumkin, nizolar, shunaqa to'qnashuvlar bo'lishi mumkin. Chegara qayerda? Nizo, konfliktga keltirishi mumkin bo'lgan nuqtai nazar paydo bo'lishi, bu bo'ldi chegara, to'xtashimiz kerak. Boshqa yo'l qidirishimiz kerak. Boshqacha yondashuvni shakllantirishimiz kerak deyiladi. Masalan, deylik, mana musulmon bilan xristian yoki yahudiy o'tiribdi. Agar deylik, tasavvur qilaylik, bitta boshqa madaniyat, boshqa din vakili shu cho'shqa go'shtini yemoqchi yoki aroq ichmoqchi. Ana vino ichadi-yu xristian. O'sha paytda vino buni seçmayapti, buni seçyapti. Ikkalasi normal o'tirdi. Vino harom, u bu deb biz boshlasak, u aytsa, deyliga, bu halol, u bu desa, shundan sekin konfliktga ketyaptimi? To'xtatish kerak. Juda sodda keys aytdim. To'g'ri. Talabalar tushunishi uchun. Shunaqa. Endi ular
shunaqa yo'l topish kerakki, bunaqa konflikt yuzaga kelmasin. Ha. Chunki haqiqatan ham bu siz aytgan eng qizig'i shu 3 ta din, genezisi, bitta ta'limotini genezisi bitta-da. Demak, ularda уже tayyor baza bor, bir-birini tushunish uchun, muloqot qila olish uchun. bor ekanda. Inson omili yomon ta'sir qiladi-da. Ham yaxshi ta'sir qiladi, ham yomon ta'sir qiladi. Odamni kallasida qo'pol qilib ketganda nimalar yurgan bilib bo'lmaydi. To'g'ri. Qanaqa o'ylar bor, qanaqa fikrlar bor. Bu ham dialogga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Nima salbiy ta'sir qilish boshladimi? Mana shunaqa xristian, yahudi, musulmon o'rtasida konfliktni yuzaga keltirish mumkin. Bir nuqtaga yetding, to'xtash kerak. Va o'sha konfliktni yumshatadigan yo'llarni izlash kerak, to'g'rimi? Именно konfliktni yumshatadigan, yechim topadigan, dialogga yana tiklab qo'yadigan, joyiga qo'yib qo'yadigan yo'l. Eng qizig'i mana komparativistika dialog bilan cheklanib qoldi. Madaniyatlar aro falsafa poliloggacha ko'tarildi. Polilog nima? Ana ayting. Mana dialog, ikkitani muloqot. Polilog 3 ta, 4 ta, 5 ta ko'plar. Polida? Poli, o'shaning uchun. Ya'ni hamma madaniyatlar muloqotga kirishishi polilog deyiladi. Mana shu g'oya aynan madaniyatlar aro falsafada shakllanib borgan. Qarang, Rauf, hozir esimga kelib qolganda aytmoqchiman. Mana bizda to shu Yangi O'zbekiston orzusi fenomeni yuzaga chiqqanicha bo'lardiki, radikal dindorlar bilan davlat o'rtasida keskin munosabat bo'lardi-da. Mana prezidentimiz Shavkat Miromonovich tashabbuslari bilan 5 ta mehr loyihasi amalga oshirildi. Masalan, Suriya, Afg'oniston, Iroqdan odamlar olib kelindi. Bu ham o'sha madaniy dialog sifatida ko'rsatilishi mumkinmi? Chunki oldin san davlat xoinisan, san terroristsan va hokazo deyilgan. Lekin erini orqasidan Rossiyaga borib, Rossiyadan Turkiya, Turkiyadan Suriyaga o'tib ketgan bitta oddiy qishloqning qizi bor-da. Va uni bolasi tug'ilgan yo'qda. Aytayapti, buni aybi yo'q deb. Davlat u bilan dialogga kirishdimi yo'qmi shunda? To'g'ri. Qo'pol qilib aytganda davlatning birinchi raqamli dushmanlari ular o'zi aslida. Siyosiy nuqtadan. Masalan, bekordan emas, mana shu Yangi O'zbekiston fenomeni faqat o'sha fenomenga aylanib bo'lyapti. Yoki boshqachasi ham bor. Yangi Markaziy Osiyo fenomeni degan g'oya ham bor. Uni bundoq qilib qarasang, bizda baribir juda katta islohotlar bo'lyapti-da. Shavkat Miromonovich nimadan boshladilar? Xalq davlatga emas, davlat xalqqa xizmat qilsin. Bu degani davlat eshitsin, ochsin quloqini. Nimaga bu Suriyaga ketib qoldi? Ilgari oqibatlar bilan kurashishdi, sabablari bartaraf etilmadi. Endi sababini o'rganib bartaraf etish kerak, oldini olish kerak. Chunki bizda ham Suriyaga, ham Iroqqa, Afg'onistonga ketganlar bor. Hatto Ukraina Rossiya urushida ham ishtirok etayotganlar. Sababi nimada? Sababini o'rganmaydi. Chunki bo'lmasa bu muammo davom etaveradi. Biz ularni dushman deb e'lon qilsak, nimaga erishamiz? Hech narsaga erishmaymiz. Eng qizig'i o'zimizni aholimizda. Kimnidir ukasi, kimnidir akasi, qarindoshi, kenasi, opasi, singlisi. Endi bu yerda qanaqadir tolerantlik, bag'rikenglik bo'lishi kerak-da. Davlat bu faqat jazolaydigan biron bir mexanizm emas-da. Imkoniyat yaratadigan, eshitadigan bo'lishi kerak. Shunga bekor e'tibor qaratilmagan edi boshida. Xalq bilan muloqot degan tamoyil o'sib chiqdi-da. Endi eng qizig'i qarayapti, bu muloqotmi? Dialog ketsin, xalq bilan dialog ketsin. Davlat xalq bir-birini tushunib olsin. Chunki baribir davlatni mavjudligining yagona sababi o'sha xalq. To'g'ri. Xalq davlatsiz kunni ko'ra oladi, lekin davlat xalqsiz mavjud bo'lmaydi. Xo'p, Rauf, endi keyingi bitta jiddiy masalamiz qoldi. O'sha madaniyatlar aro falsafa yoki komparativistik falsafaning ideallaridan bittasi bo'lgan deb o'ylayman. Qandaydir sintezlashgan yagona bitta madaniyat yaratish, insoniyat madaniyati. Chunki madaniy xilma-xilliklar ko'pincha nimaga olib keladi? Konfliktlarga olib keladi-da, masalan, bir-birini tushunmasdan. Bitta yagona madaniyat yaratish. Mana misol uchun bizning ustozimiz Baxtiyor Rahmonchi Karimov falsafalar doktor professor ustozimiz ham mana o'rtalashgan jahon tili, o'rta turk tili yarataylik deydilar. Ya'niki o'sha turli xil farqlarni imkon qadar yumshatish uchun,
ziddiyatga keltiruvchi farqlarni yumshatish uchun madaniy xilma-xillik saqlanib qolishi kerakmi madaniyatlararo falsafani ideallariga ko'ra yoki yagona bitta sintetik madaniyat yaratilishi kerakmi? Demak, Ayniqsa bu globallashuvni ham idealida endi uka. BMIlarda magistr dissertatsiyada, PhD dissertatsiyada, doktorat dissertatsiyada ko'p kuzatamiz, mana tadqiqot uslublari degan tadqiqot metodologiyasini yozayotganda ko'plar germenevtika, komparativistika, o'zi germenevtika, komparativika ichida o'tiribdi, tak уже tayyor. Nima qilamiz uni alohida ajratib qo'yib. Eng qizig'i o'rta turk tili haqida Baxtiyor Rahmonovich ancha bu g'oyani ilgari suryaptilar, qancha konferensiyalar, doira suhbatlari ham bo'lgan. Til bu kommunikatsiyaning muhim, dialog ham muhim vosita. Biz qanaqa muloqot qila olamiz? Til orqali-da. Endi turkiy xalqlar bir-birini tushunib olishi uchun o'rta turk tili shakllansin. Demoqchilar Baxtiyor Rahmonovich. Demak, dialog uchun yo'l mana bor. Eng qizig'i, yanishmasam o'zbek tili именно barcha turkiy tillarning o'rtasida turadigan til sifatida ham e'tirof etilgan edi. Hatto turkiy xalqlarni olsak ham, o'ta ham musulmonlar bor, ham buddistlar bor, ham xristianlar bor. Tangrichilik ham davom etyapti. Hanuzgacha. To'g'ri. Yakutlar ham turkiy xalq. Lekin ular umuman bizdan farq qiladi. Ular bilan muloqot qilmadim. Biz qachondir yakut bilan muloqot qilganmiz, qilmaganmiz. Qilishimiz ham qiyin. Rus tili orqali muloqot qilamiz. Qaysi til orqali muloqot qilyapsizmi? O'zingizni ona tilingiz bor. Siz bilgan boshqa chet tillari bor. Boshqa chet tilga baribir tarjima ketyapti. O'rta turk tili masalan shakllansa, tarjimaga hojat yo'q. Tushunarli, Rauf. Endi savolim davomi bor edi. Ya'ni globallashuv davrida shu turli xil ziddiyatlarni bartaraf qilish uchun madaniy xilma-xillik saqlanib qolinishi kerakmi yoki bitta yagona madaniyat yaratganimiz yaxshimi? Eng qizig'i mana boshqa ustozimiz professor Karimov Rahmat Rahmonovich monografiyalari bor. Rus tilida paradigma filosofik komparativistика, falsafiy komparativistikaning paradigmalari. O'ta bitta narsaga e'tibor qaratiladi. Komparativistika umuman o'sha sintezga qarab ketdi. Sintezlashgan bir yagona madaniyat bo'lsin, umumjahon madaniyat bo'lsin. Endi madaniyatlararo falsafa esa xilma-xillik saqlangan holat qolishi kerak. Xilma-xillik bo'lmasa taraqqiyot bo'lmaydi. Sintezlashib ketsa, taraqqiyot, rivojlanish bo'lmaydi. Masalan, nimaga siz mana ikkilamiz mana shu muammo haqida gapiryapmiz, shu savollarni beryapsiz. Qanaqadir demak tushunmovchilik bor yoki qiziqtiradigan tomonlar bor, farq bor. O'shaning uchun bizda mana jarayon ketyapti. Aynan shu dialektikada ham shu narsa borda, ziddiyat asosida taraqqiyot bo'ladi. Xilma-xillik asosida taraqqiyot bo'ladi-da. Agarda masalan butun jahon westernizatsiyalashsa, g'arblashib ketsa yoki sharqlashib ketsa, nima bo'ladi? Tasavvur qiling, mana bunaqa haqida gap ketyapti-da, yana ham soddaroq qilsak, siz bilan men bir xil odam deylik, bir xil odam. Sizdan biror narsa so'rab, siz bilan muloqot qilishga hojat yo'qdi, chunki hojat qolmaydi ham. Rauf bu Xurshid bu Rauf bo'lib turgandan keyin o'zimdan o'zim so'ramayman-ku degan masala keladi-da. Nima qilasiz so'rab javobi biladigan bo'lsangiz. Narsiz, Bo'ldi, rivojlanish, o'zgarish uchun hech qanaqa nuqta yo'q. Xilma-xillik bo'lgan joyda rivojlanish uchun mana buyuk ipak yo'li. Madaniyatlar aro muloqot uchun yo'l u aslida bo'lgan. Juda katta makon bo'lganda. Ha, u yerda madaniyatlar aro almashinuv ketgan. Xilma-xillik ketgan-ku. Rivojlanish, taraqqiyot bo'lgan. Markaziy Osiyo uchun juda muhim bo'lgan. Buyuk ipak yo'li. Tarix ham qarasak, aslida buyuk ipak yo'li kerak bo'lmas bo'lib qoldi. Buyuk geografik kashfiyotlardan keyin bizda ham rivojlanishda muammolar yuzaga keldi. Ya'ni yopila boshladik-da muloqotga. Bo'ldi-da, muloqot qilish uchun hech qanaqa yo'l yo'q boshqa. Anaqani aytmoqchi edim-da, o'zi bir yaxshi esga soldingiz. Mana Ma'mun akademiyasini ham olib qarang. O'tda xilma-xil madaniyatlarni, xilma-xil dinlarni vakillari birgalikda ishlagan-da, to'g'rimi? Qanaqa natijalarga erishgan. Endi aynan dialog. Mana dialog bir o'zi bundoq bugungi globallashuv davrida
hozirgi davrda o'zgarishlar juda tez bo'lyapti. Masalan, biz maktabda o'qiganimizda kimdadir 6300 Nokia bo'lsa, katta gap edi. Bizda bo'lmagan-ku. Endi hozir bitta smartfon, boshqa smartfon, keyingi smartfon, MacBook, yana texnologiya, sun'iy intellekt raqamlashtirish ta'sir qilyapti-da. Madaniyatlararo munosabatlarga ham jiddiy ta'sir o'tkazyapti. O'zi shuni so'ramoqchi edim. Rauf, endi shu qoldi gaplashmaganimiz. Raqamlashish jarayonida ham o'zi kerakmi? Aynan sun'iy intellekt jarayonlarida qarang, demak. Internet virtual makon madaniyatlararo muloqot uchun alohida bir maydonda. Maydon, yangi maydon. Eng qizig'i, u yerda dialog shakllanishi juda qiyin. Nimaga? Siz mana shu podkastni qo'yasizda, kommentariyada ketadi. Ichki kirgan odam biz nimani muhokama qilayotganimizni tushunishi mumkin. Falsafada o'qigan talabalar tushunishi, falsafa bilan qiziqadiganlar tushunadi, lekin masalan fizik uchun bu tushunarsiz. Bitta podkastni parchasini olib, kontekstdan yulib olib, kommentariy yozib ketish mumkin. To'g'ri. Umumiy kontekst qani? Demak, raqamlashtirish ham salbiy ta'sir qilyapti, ham ijobiy ta'sir qilyapti, lekin bu maydondan foydalanishimiz kerak. Masalan, bugun bizning tariximiz, merosimizni yoshligi tushunarli yoritish uchun aynan shu raqamli vositalar kerak bo'lyapti. Даже oddiy ko'rgazmalarga bormay qo'ydik. Media ko'rgazma jadidlar. Toshkent City Mallda bo'lgan. Ko'plab bordi o'tga. Nimaga? Yoshlar bor. Islom sivilizatsiya markazini ham qarang. U yerda ham yangi texnologiyadan foydalanishdi. Nimaga? Yoshlar biz ham yoshmiz va. Endi bizdan ham yoshlar bor-da, baribir. Aytaylik, hozirgi universitet talabalari, maktab o'quvchilari aynan ular nimaga qaraydi? Texnologiya. Texnologiya. Yo'q, boya gapingizga bitta joyga qarshiman. Biz ham yoshmiz dedingiz-ku. Biz bar konspekt ruchka bilan konspekt yozgan avlodimizda bor. Hatto mendan deylik bir 7-8 yosh kichkina bo'lsa, siz ham yozgansiz-da. Ular hozir masalan, meni o'g'lim Rauf yoki siz nasib bo'lsa bo'lajak farzandingiz deylik, u telefon ushlab ko'zini ochyapti-da. Ruchka bilan men tasavvur qiling. U uyga borasiz, konspekt qilib anaqa darsga tayyorlanib o'tirganingiz yoki kompyuter yoki telefonda o'tirganingizda bolangiz ruchka qidirib topib qolmaydi, kompyuter bilan ekan degan narsa bo'ladi-da. Shunaqa. Shuning uchun bemalol yoshlar during demoqchiman. Endi qaridingiz uka. Haqiqatan mana avlodlar nazariyasi nuqtai nazaridan biz qaradik. Chunki yangi kelgan avlodlar umuman boshqacha fikrlaydi. Virtual makonda yashaydi. To'g'ri. Endi bu simulyatsiya baribir. Simulakr. Postmodernizm. Postmodernizm hali ham davom etyapti, qarang. Ular kommentariyalar qoldiradi, prosmotrlar, boshqa narsa, lekin hozirgi maktab o'quvchi universitet talabalari e'tibori shunga qaratilgan. Ko'plab bloger bo'lmoqchi, boshqa narsa qilmoqchi, Instagramda profil ochib yuritmoqchi, SMM degan kasb, yangi kasblar paydo bo'ldi. Lekin bu yerda bitta muammo bor. Ekranning orqasida o'tirgan odam любой narsa yozib ketaveradi. Boshqa madaniyat haqida ham. Lekin muloqotga kirishmayapti u madaniyat. Dialogga tim bo'lib kirishmayapti. Endi qarangda, yurib turgan dialogni buzish ham osonda. Rauf masalan deylik, sun'iy intellektda mana sizni tilingizdan meni so'ktirishi mumkin-ku. Mana Valoyev eslaylik. Markaziy Osiyo haqida aytgan gapini. Masalan, o'sha Markaziy Osiyo haqida aytgan, "Yo'q, men aytmadim. Sun'iy intellektda qilishgan" dedi. To'g'rimi? To'g'ri. Endi sun'iy intellekt bu ham vosita, ham qurolga aylanib qoldi. Yo'q, pichoqdagi gapda odam o'ldirishga, ovqat qilishga ishlatish mumkin. Shunaqa bo'lib qoldi-da. Chunki masalan, qatdan bilamiz, kimdir mashinniklar ham shunaqa qiladi. Sun'iy intellekt sizni ovozingizni aniq qilib qo'yadi, o'ziga algoritmiga solib qo'yadi. Sizni ovozingiz bilan telefon qilib qo'yadi, gapiradi. Masalan-da. Bir xili shunaqa tushgan, pulga tushgan yaxshilab. O'ylaganki, o'sha odam haqiqatan uncha pul so'rayapti. Xavf tomoni kuchayib ketyapti-da. Sun'iy intellekt aslida bizga juda ko'p imkoniyatlar beradi. Yengillik, komfort yaratadi. Shu bilan birga madaniyatlararo muloqot bor bo'lishi, lekin dialogga yo'q qo'yadi.
Rauf bir qiziq narsani ko'rdim. Hozir bolalar cover qilishyapti, mana oxirgi savolim. Shunda, masalan, Muhriddin Xoliqov qo'shig'ini, Sitora guruhini qo'shig'ini olyapti-da, arab tilida, ingliz tilida juda chiroyli coverlar qilishyapti-da. Endi sun'iy intellekt mana bunaqa muloqotga ham imkoniyat beradi. Masalan, Sitorani borsan degan ashulasi bor. O'shani arab tilida, arabcha ohanglar bilan cover qilishgan, sun'iy intellekt qilib bergan uni. Mana qarangda, arab ham bizni ashulani eshityapti, biz ham uni arabcha deylik, ipostasiyasi deymiz, versiyasini eshityapmiz. Yo'q, maza qilaverasiz eshitsangiz. Shunaqa. Bunaqa ashushenyalarni ham beryapti, lekin tan olaylik. Rauf, albatta bu mavzu soatlab gaplashilishi mumkin. Men o'ylaymanki, hali buni davomi bo'lgan, siz va'dangizni oling, obunachilarim oldida buni davomi bo'lgan traditsionalizm masalasi bor. Ya'ni zamonaviylik va an'anaviylik masalasi bevosita shuni o'sib chiqqan, shuni ham tadqiq etgansiz. Shu masalada ham alohida siz bir ko'rish xohlagan bo'lardik, menimcha tinglovchilarim, kuzatuvchilarimiz ham. Suhbat uchun tashakkur, Rauf. Madaniy muloqotimiz hamisha madaniy dialog darajasida bo'lsin. Polilogga erishsin, boshqalar ham qo'shilsin. Keling, siz ham bizni Sharq sayyori va Palov Talks'ni muxlislari uchun fikrlaringiz bo'lsa, til so'zlaringiz bo'lsa. Xo'p. Birinchi navbatda hammani e'tiboriga qaratmoqchiman. Falsafa javob bera oladi hamma narsaga. Falsafa shunaqa universal fan. Hamma narsaga javob beradi. Hatto mana sizni podkastingiz ham bir an'ana. Lekin siz zamonaviy, modernizatsiyalashgan odamsiz. An'anani davom etyapsiz. Zamonaviy formatda. Zamonaviy formatda. Bu ham muloqotli dialog bo'lishi. So'rab qolardimki, o'ylamaylik, falsafa bu qanaqadir abstrakt mushohada. Bunaqa emas. Konkret masalalar, mana biz konkret masalalarni konkret masalalar ochib berilyapti. Bizning milliy falsafamizda, chet elda ham qiziqlilar, ayniqsa yosh tadqiqotchilar. Chunki falsafa baribir sizlarni tadqiqotlar uchun metodologik baza sifatida, g'oyaviy baza sifatida xizmat qilishi mumkin. Agarda keyinchalikda shu mavzuga qiziqish bildirishsa obunachilar, juda xursand bo'lardim muxlislarimiz davom ettirishga. Agar ularni qiziqishi bo'lsa, bizga bu motivatsiya, stimul bo'ladi. Sizga katta rahmat taklif qilganingiz uchun. O'ylaymanki, haqiqatan endi dialogdan sekin-sekin podkast polilog formatiga o'tib ketadi. Raufbek, yana bir jihatda aytmoqchiman, aka, gapimiz yakunida. Rauf nafaqat o'sha madaniyatlararo muloqot falsafasi bo'yicha, umuman falsafa tarixi, falsafani istalgan sohasi bo'yicha suhbatga kela oladi. Bizni bugun gapirgan mavzuyimizga oid qanday bir qiziqishinglar bo'lsa, qanday savolinglar bo'lsa, kommentariylarda yozib qoldiringlar. O'sha savol bilan men Rauf juda qadrdon ekan, bemalol bezovta qilib qayta chaqira olaman, xudo xolasa. Va Rauf bilan kelajakda balkim o'sha falsafa tarixini bir qiziq jihatlari bilan ham alohida podkastlar qilmoqchimiz. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Yoqsa like, yoqmasa dislike, yoqsa sahifangizda ulashib qo'yinglar. Palov Talks, Sharq sayyori va Borcha podkastini kuzatishda davom etinglar. Ayniqsa bizni mazkur podkastimizni yana qayta jonlanib, reanimatsiya bo'lib yo'lga tushib olishida moddiy va ma'naviy ko'magini berib kelayotgan FT Hotels guruhiga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Salomat bo'linglar.